Va kunlar ham yomon isib ketdi qizlar. Ayniqsa kecha juda yomon issiq bo'ldi. Men bo'lsa Korzinka Go ilovasidan uydan chiqmagan holatda o'tirib olib, telefonimda uyga kerakli narsalarni zakaz qilaman deb birpasda dostavka qilib ketishadi. Mana uyga kerakli bo'lgan tuxumlarmi yoki-da sariyoli hammasini bemalol bitta ilova orqali topsanglar bo'ladi. Ayniqsa mana arzongina narxda bittasini puliga ikkita olib olaman даже. Boshqa magazinlarga chiqsam buni puliga bitta olib kelaman. Xullas mana ertalabki choyga kerak bo'ladigan hamma narsalarni, sut mahsulotlari deysizlarmi, sabzavotlar, mevalar hammasini topsanglar bo'ladi. Ayniqsa hozir farzandinglar uchun Kids Plate degan bitta zo'r pol fabrika bor-da. E'tibor bergan bo'lsanglar, Korzinka Go ilovasida ba'zi mahsulotlarning tagiga narxiga javob deb yozib qo'yishadi. Bu degani zo'r skidkaga tushgan, zo'r narxda olinglar degani. Shu Kids Plate mahsulotlari ham bolajonlar uchun zo'r deb maza qilib yeb olishadi. Xullas, sizlar ham Korzinka Go ilovasidan zakaz qilib ko'ringlar. Nech pulli chek bo'ldi, yozib ketinglar. Hammanglarnikini o'qib chiqaman.